Salute to my smart English learners. Today we are on Unit 25, When I Do, When I've Done. When and if. Let's get it started. Quyidagi misolni o'rganing. Ikki do'st gaplashyapti. Will you phone me tomorrow? Ertaga menga qo'ng'iroq qilasanmi? Yes, I'll phone you when I get home from work. Ha, senga ishdan uyga kelganimda qo'ng'iroq qilaman. I'll phone you when I get home from work. Ikki qismdan iborat bo'lgan gap. Asosiy qismi I'll phone you. va When? qismi. When I get home from work. Gapning zamoni kelasi zamon. Tomorrow. Ertaga, lekin gapning When? qismida Present simple. I get. ishlatiladi. Gapning When? qismida Will. ni qo'llash mumkin emas. Yana misollar. We'll go out when it stops raining. Ko'chaga yomg'ir to'xtaganda chiqamiz. When you are in London again, come and see us. Londonda yana bo'lganingizda bizni ko'rib keting. Yosh bolaga What do you want to be when you grow up? Katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan? yuqoridagi qoida quyidagi bog'lovchilarga ham taalluqli. While. Before. After. As soon as. Until, till. I'm going to read a lot of books while I'm on holiday. Ta'tilda bo'lganimda ko'p kitob o'qimoqchiman. Wait here until I come back. Qaytib kelgunimcha shu yerda kuting. I'll probably go back home on Sunday. Before I go, I'd like to visit the museum. Yakshanba kuni uyga qaytaman. Qaytishdan oldin muzeyga bormoqchiman. When, after, until, as soon as. Lardan keyin Present perfect, have done. zamonini ham qo'llash mumkin. Can I borrow that book when you finished it? Kitobni tugatib bo'lganingda uni olib tursam bo'ladimi? Don't say anything while Ian is here. Wait until he has gone. Ian borligida hech narsa dema. Uning ketishini kut. Ko'pincha Present simple. ni ham Present perfect. ni ham qo'llash mumkin. I'll come as soon as I finish. I'll come as soon as I've finished. Tugatishim bilanoq kelaman. Lekin ikki voqea bir vaqtda yoki birga sodir bo'lganda Present perfect. qo'llanilmaydi. Present perfect. Bir voqeaning ikkinchi voqeadan oldin tugashini ko'rsatadi. Demak, ular bir vaqtda sodir bo'lmaydi. Taqqoslang. When I've phoned Kate, we can have dinner. Kate'ga qo'ng'iroq qilib bo'lganimda tushlik qilishimiz mumkin. Avval Kate'ga qo'ng'iroq qilaman, undan keyin tushlik qilamiz. Lekin When I phone Kate this evening, I'll invite her to the party. Kate'ga kechqurun qo'ng'iroq qilganimda uni bazmga taklif qilaman. bu misolda ikki hodisa bir vaqtda sodir bo'ladi. Kelasi zamonni ifodalash uchun If. dan keyin odatda Present simple. qo'llaniladi. If I do, if I see. Hurry up. If we don't hurry, we'll be late. Tezroq bo'l. Agar shoshilmasak, kech qolamiz. It's raining hard. We'll get wet if we go out. Yomg'ir qattiq yog'ayapti. Tashqariga chiqsak, ivib ketamiz. I'll be angry if it happens again. Agar bu yana takrorlansa, jahlim chiqadi. When. Va If. When. sodir bo'lishi aniq, muqarrar bo'lgan hodisalar uchun qo'llaniladi.
I'm going out later. When I go out, I'll get some bread. Men keyinroq ko'chaga chiqaman. Chiqqanimda non olib kelaman. Ko'chaga chiqishim aniq, If, lekin when, emas sodir bo'lishi mumkin bo'lgan hodisalar uchun qo'llaniladi. I might go out later. If I go out, I'll get some bread. Men keyinroq ko'chaga chiqishim mumkin. Agar chiqsam, non olib kelaman. Ko'chaga chiqishim mumkin, lekin aniq emas. if, Qatnashgan gaplarga yana misollar. If it is raining this evening, I won't go out. Agar bugun kechqurun yomg'ir yog'sa, men ko'chaga chiqmayman. If they don't come soon, I'm not going to wait. Ular tez orada kelishmasa, men kutib o'tirmayman. Don't worry if I'm late tonight. Kechqurun kechga qolib ketsam, xavotir olmang. Shu bilan Unit 25 tugadi. Endi odatdagidek leksika uz saytiga kirib, ushbu unitga tegishli test savollariga javob bering va olgan bilimlaringizni sinab ko'ring. Shuningdek, ushbu rolik uchun like va kommentlaringizni ayamang. Bu kanalimiz rivoji uchun katta yordam beradi. Do'stlaringizga ham darslarimiz haqida xabar bering va ingliz tilini birgalikda o'rganing. Omad!